Avicen'da bez komissiya jo'natishni o'rganamiz. Otprav dengini bosamiz. O'zingizga kerak bo'lgan davlatni tanlaysiz. Buni bosamiz. Sinachilar kursini bosamiz va mana hammada ko'rsatadigan mana 49 rubl komissiyani avoid qilib o'tamiz. Bu yerga email kodni bosamiz. Teramiz. 041 mana ingliz tilida 041 degandan keyin S va O bosamiz va bizga kod добавлен kirdi. Endi mana komissiya 0. Ya'ni 10 ming rubl jo'natmoqchi bo'lsangiz 1 million 400